Assalomu alaykum hammaga. Bugun AI modellari haqida gaplashamiz. Men bilgan AI modellar haqida o'zlaring bemalol kirib ishlatib ko'rsalaring bo'ladi. Foydalanish tekin, pulli versiyalari ham bor, lekin asosiysi tekin. Hop, bizda nechta bor? Hop, bularning hammasi AI modellar hisoblanadi. Bugun bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Qisqa-qisqa, keyinchalik balkim to'liq to'xtalarmiz, lekin qisqa-qisqa ko'rsatib chiqmoqchiman. Hop, ba'zilari app sifatida o'rnatsalaring bo'ladi, lekin ko'pi veb-sayt orqali bemalol foydalansalaring bo'ladi. Birinchisi Perplexity. Perplexitydan ko'p foydalanaman. Perplexityga appni ustilovchi qilsalaring bo'ladi yoki istalgan brauzerga kirib turib perplexity.ai deb yozadigan bo'lsalaring bemalol foydalanishlaring mumkin. Buni Telegram kanalimizda ham linklari hammasi berilgan. Hop, Perplexity nima qilinadi? Asosiy foydalanadigan narsangiz buni qidiruv uchun foydalansangiz bo'ladi. Mana bu yerda searchda o'qib qo'yadigan bo'lsangiz, bemalol web qidiruvdan foydalansangiz bo'ladi. Hop, LLM bilan web qidiruvda birlashmasi, masalan, asosan inglizcha yozish tavsiya qilaman. O'zbekcha yozsalaring ham bo'laveradi. Masalan, how can I improve blood flow to my brain deb yozadigan bo'lsangiz, chiqarib beradi javobini. Perplexityni ko'p ishlataman qolganlariga nisbatan, chunki bu ko'p ishonchliroq va tekin. Premium versiyasi ham bor, unda ko'pgina funksiyalari bo'ladi, qo'shiladi. Bu haqda bafurja gapirib beraman, lekin asosiysi shunaqa. Mana index citationlari bilan bosadigan bo'lsangiz, bemalol linklarga kirib ketadi. Bemalol eksport qilsangiz bo'ladi PDFda. Menga yoqadigan tomoni Perplexityni o'zi savol beradi, ya'ni qo'shimcha. What are the best exercises especially for improving brain blood flow? Oh my god, my English is becoming sucks. Okay, shunaqa. Savolni bosadigan bo'lsangiz, bu savolni davom etib ketaveradi, ya'ni o'sha savolga ham javob berib ketadi. Shunaqa ketaveradi. Yana savollar beradi. Shunaqa zo'r tomonlari bor. Bemalol kopiya qilib, agar kopiya qilib qayergadir jo'natadigan bo'lsalaring, mana o'zi citationlari bilan chiqarib beradi. Shu tomoni zo'r. Agar insho yoki boshqa narsa yozadigan bo'lsalaring, mana index citationlari bilan chiqarib beradi. Hop, bemalol ulashishlari ham mumkin, boshqa funksiyalari bor. Bu haqida to'liq gaplashamiz, xudo xolasa. Hop, keyingi modelimiz Grok. Grok yaqindagina mashhurlikni egalladi desmasam, o'zi X tomonidan, ya'ni oldingi Twitter tomonidan ishlab chiqilgan, Elon Musk tomonidan ishlab chiqilgan AI hisoblanadi. Uni ikki xil usulda kirsalar ham bo'ladi. grok.com ga kirasizlar yoki bo'lmasam Twitter akkauntlari orqali kirsalar ham bo'ladi. Agar Twitter akkauntlaringga kiradigan bo'lsalaring, Twitter app orqali foydalansalar ham bo'ladi. Mana Grok chiqib turadi bu yerda, mana Grokdan foydalansalaring bo'ladi. Grokda menga yoqqan tomoni Deep Search hisoblanadi. Sync bor, Deep Search bor. Sync Reasoning Model hisoblanadi. Bu haqida to'liq video qilaman, xudo xolasa. Reasoning Model nimaligi haqida. Deep Search and Sync bor. Hozir Deep Search haqida gaplashamiz, ya'ni qidiruv masalasida. Masalan, deylik, hamma tushunadigan mavzuda gaplashaylik. Masalan, menga eng qo'l kelgan narsalardan biri, masalan, bir o'tmishga qarab, Marvelda kinolarni qidirgim keldi. Marvelda bilasizlar 22 ta yoki 23 ta kinolar ro'yxati bor. Masalan, Kapitan Amerikadan boshlab Endgamegacha. Shuni ro'yxatini bilmoqchi bo'ldim. Shunda yozdim, masalan, can you list me name of the movies in 22 Marvel movies. Bitta narsa, xato yozayotganimga qaramanglar, chunki xato yozsangiz ham tushunib oladi, tartibsiz yozsangiz ham tushunib oladi. AI da zo'r tomoni shunda. Lekin qancha to'liq, qanchalik kontekst, masalan, qiyinroq savollar beradigan bo'lsangiz, shunchalik yaxshiroq javob berishni boshlaydi. Lekin men Grokda ham, Perplexityni ham ishlatib ko'rganimda, qiyinlashgan sari savollar menga Perplexityni javoblari ko'proq yoqdi nisbatan. Oddiy savollarga lekin ikkovini ham ishlatsalaring bo'ladi. Marvel movies in watch order and years order. Shunaqa deyiladi. Sequential deyiladi. Hozir yozishlar esimdan chiqib qoldi ustoz. Years order in table format. Yozadigan bo'lsak, bizga zo'r tomoni mana qarang, syncing qiladida, o'ylab ko'radi, qaysi naqalarni bir nechta bo'limlarga bo'lib oladi, har bittasini aylanib ko'rib chiqadi. Ko'rishlar mumkin. Mana uzoqroq o'ylaydi oddiyga nisbatan mana. Ko'rasizlar. Bu narsani masalan Deep Research deyiladi. Deep Researchda Perplexity ham qilinadi mana. Agar
oyna ochib turib, Autoni ichiga kirib turib, Pro yoki Reasoning yoki Deep Research'da bosadigan bo'lsalaring, bu ishni qilinadi. Boshqa modellar ham qilinadi. Shunaqa. Endi bu qidirguncha qolgan modellarni ko'rsatib turmoqchiman. Keyingi modelimiz Claude. Claude'da agar dasturlashni bilmasangiz yoki boshqa narsalar tushunmasangiz, adashmasam bunaqa modeli yo'q, qidiruv modeli yo'q. Lekin bu narsani writing, ya'ni yozish uchun zo'r deyshadi. Ya'ni nimadir yozmoqchi bo'lsangiz yoki bo'lmasam nimadir qilmoqchi bo'lsangiz, ishlatsangiz bo'ladi. Men ba'zida ishlataman Claude'ni, ko'p ishlatmayman, lekin bu ham zo'r modellardan biri. Ya'ni kodlash uchun ham zo'r. Masalan, can you build me landing page website for my business or for the AI that teaches about AI usage in daily life degan bo'lsak, Artifacts'dan foydalanib turib kod yozishni boshlaydi. Xuddi bu ham unaqa ChatGPTga o'xshash model. ChatGPT bilan Claude teng ketyapti adashmasam. Shunaqa. Ko'rishlari mumkin, kod yozishni boshladi. Qidiruv, adashmasam web qidiruv yo'q bunda, lekin qolgan narsalarni ham zo'r ishlatib ko'rishni tavsiya qilaman. Xo'p, keyingi model haqida gaplashamiz. Bu narsa tugatguncha ChatGPT haqida deyarli hamma biladi. Lekin ba'zi narsalari bor. Ko'pchilik search haqida bilmas ekan, agar searchni bosadigan bo'lsalaring, bemalol qidirib turib topishlari mumkin. Lekin agar internetdan qidirish kerak bo'ladigan narsa bo'lsa, o'zi ham qidirib ketadi searchda. Masalan, can you tell me latest invention of Nvidia? Yozadigan bo'lsam, mana ko'r, searching web deyapti o'sha. Mana Nvidia'ni qidirib o'sha source'lardan topdi mana. Search'ni bosmagan bo'lsam ham. ChatGPT'ning zo'r tomoni shu. Search'ni bosmasangiz ham search qidirib ketadi, ya'ni aniqlab turib. Bu narsalarni zo'r tomoni, ChatGPT'ning zo'r tomoni shu. Bemalol ishlatishlaring mumkin. Endi ChatGPT'ni ko'pchilik biladi. Xo'p, undan keyingi model Copilot. Copilotni dasturlashni biladiganlar yoki bo'lmasam boshqa Copilot dasturlashni biladiganlar, xullas, Windows ishlatadiganlar ko'pi biladi Copilotni. Copilot ham shularga o'xshash modellardan biri hisoblanadi. Faqat ChatGPT bilan Microsoftning birlashmasi. Bu Bingdan qidiradi asosan. Mana shunaqa. Buni animatsiyalari chiroyliroq. Bunda ham deep search bor. Think deeper ekan, uzr. Shunaqa qidirsalar ham bo'ladi. Xuddi shu, masalan, Grokka bergan savollarimni, mana Grok savoliga javob berdi, mana yillari bilan, mana qaysi yillarda, nechinchi yilda qaysi sodir bo'ladi? Mana Kapitan Amerika 1940-yilda va Endgame 2023-yilda sodir bo'lganligi yoki bo'lmasam unaqa tomosha qilish tartibini bemalol yozib qo'ygan. Endi buni kuchliroq narsalarga ishlatishni tavsiya qilaman. Xuddi shunaqa, buni kopiya qilib turib, mana Copilotga xuddi shu savolni berishimiz mumkin. Bu ham o'ylab ko'radi orada bir. Shunaqa. Bu narsani nafaqat Copilot veb-saytida ishlatsalar ham bo'ladi, programma sifatida ishlatsalar ham bo'ladi. Keyin buni Copilotda boti bor. Agar botni qiladigan bo'lsalaring, yoqtiradigan bo'lsalaring, hozir Telegramga kiraman, lekin Telegram boti bor. Botidan bemalol foydalansalaring bo'ladi. Linkini kanalimga, Telegram kanaliga joylab qo'yamiz. Shu joylangan to'g'rog'i foydalansalaring bo'ladi. Mana bu ham javob berdi. Buni dizayni chiroyli, ochiq gap Copilotda bemalol ovoz orqali gaplashsalaringdan bo'ladi, qolgan modellarga o'xshab. Shunaqa. Gaplashsalaring bo'ladi. Bu ham qidiruv modeli hisoblanadi. Undan keyingimiz, bu ikkita bo'lib qolibdi. Claude 2 bitta. Prosta yaqinda programmasini e'lon qildi. Claude Windows programmani ungacha men boshqa usulda ishlatardim. Ya'ni Microsoft Edge orqali veb-saytini ustiramcha qilganim uchun foydalanardim hozir. O'zini programmasi chiqdi. Perplexity ham yaqinda o'zini programmasini qildi. Undan keyingi modelimiz albatta DeepSeek. O'zi ham internetni portlatdi birinchi chiqqanda, chunki Xitoyda model hisoblanadi. Xitoyda model hisoblangani uchun ma'lumotlaringiz hammalari Xitoy serverlarida saqlanadi va qolganlarida Amerikan serverida saqlanadi. Shunga qarab muomala qilsalaring bo'ladi. DeepSeek ham xuddi shunaqa, xuddi shu savolni bersangiz bo'ladi, internetdan qidirib topadi. DeepSeek tekin va ko'pidan yaxshiroq ishlaydi. Buni zo'r tomoni,
Masalan, ChatGPTga bironta savol beradigan bo'lsangiz, o'zbekcha savol beradigan bo'lsangiz, sizga o'zbekcha resurslardan foydalanib javob beradi. DeepSeek'ni zo'r tomoni, DeepSeek butun internetdan qidiradi, o'zbekcha ham, inglizcha ham, koreyscha ham farqi yo'q, internetdan qidiradida, sizga inglizcha javoblarni ham o'zbekchaga tarjima qilib beradi. Buni zo'r tomoni shunda. Buni o'ylashini ham o'qisangiz bo'ladi mana. Bemalol o'qishlaring mumkin bo'ladi. Masalan, chuqurroq savol, masalan, buni yana bitta zo'r tomoni DeepSeek'da men masalan hayotiy savollar berganimda yoki chuqurroq o'ylantiradigan savollar berganimda o'ylashi zo'r bo'ldi. Bias emas, ya'ni to'g'ri javobni beradi. Masalan, men noto'g'ri ish qilyapmanmi, sen noto'g'ri ish qilyapsan degan javobni beradi. Bu zo'r tomoni, zo'r narsa. Ana ular ChatGPT olib keladi, uzoqdan haligi o'ylantirib, sen bunaqa qilishing kerak deb haligi. Bilmayman, Amerikani kuzatsalaring bilasizlar, hali hamma narsaga offensiv bo'lishaveradi-ku. Shunga bo'lsa kerak menimcha mana shu o'ylab javobni beryapti. Keyingi modellar, hop, Gemini. Okay, Gemini haqida gaplashamiz. Gemini agar Android telefonni ishlatsalaring, chiqadi, ko'p bilsalaring kerak. Telefonni anaqa power buttonni bosib tursalaring o'zi chiqib keladi. Bemalol undan foydalansalaring bo'ladi. Telefondagi ko'p amallarni ham bemalol naqsalaring bo'ladi. Masalan, YouTube'ga kirib turib, YouTube'dagi videodagi joylarni olib turib, men notlarimga saqlab qo'ysangiz, bemalol saqlab qo'yish mumkin. Gemini'ni ko'p ishlatmayman, chunki ko'pincha xato ishlaydi. Yaqindagina mana Canvas bilan Deep Search qo'shishgan. Bularni ochiq ishlatib ko'rmadim, lekin hozir ishlatib ko'ramiz. Bitta zo'r tomoni bor. Gemini'da menga yoqadigan tomoni Okay, no thanks. Xo'p, menga yoqadigan tomoni, masalan, Gemini'ga kirib turib, uni telefondan ham qilsalaring bo'ladi. Kuchukchani yozadigan bo'lsalaring, Gmail'laringni ham, Google Docs'ni ham, Google Drive'dan bog'lasa bo'ladi. Ya'ni, siz masalan, Google Drive'dagi ma'lumotlaringizni bilan qidirishingiz mumkin yoki Google Docs'dagi ma'lumotlaringizni, hatto Gmail'dagini summary'sini so'rashingiz mumkin bemalol. Hozircha YouTube'dan foydalanaman, chunki emailimdagi narsalar chiqib kelishini istayman. Masalan, YouTube'da Can you find me the best places to go in Indonesia? Yozadigan bo'lsa, mana Google bilan hozir YouTube bilan birga hamkorlikda ishlaydi-da, sizga javoblarni beradi. Yoki bo'lmasam YouTube'dagi linkni tashlab turib, masalan, olaylik, copy link qilaylik-da, yozamiz. Can you list me the places mentioned in this video? Yozadigan bo'lsam, hozir YouTube bilan bog'lanadi-da, ana hammasini chiqarib berdi. Can you find them on Google Maps yozib beraylik. Mana hammasini Google Maps'dan chiqarib berdi. Bosadigan bo'lsam, adashmasam Google Maps'ga kirib ketadi. Shunaqa integratsiyasi bor. Shuning uchun ham bu zo'r. Endi oxirgi ikkita modelimiz qoldi. Uzr bosilib ketdi, adashib ketdim. Qwen bilan Kimini ishlatib ko'rmadim, chunki WeChat orqali registratsiya qilish kerak ekan. Hozir telefonim ozgina buzilib qolgandi, o'shuning uchun registratsiya qilmadim, chunki baribir kerak emas. Qwen bor, Qwenni ham maqtashdi. Qwenni o'ylash yaxshiroq degan narsalarni aytishdi, lekin anig'ini ochig'i bilmayman. Qwen adashmasam Alibaba tomonidan ishlangan model. Ishlatib ko'rsam ham bo'ladi. Uni ham yaqinda search qo'shishdi, o'ylab ko'radi, search qo'shishdi, boshqa narsalari bor, bemalol o'ynab deyman. Foydalanib ko'rsalaring bo'ladi. Xo'p, hozircha shular modellarimiz. Xo'p, linklarni hammasi Telegram kanalda bo'ladi. Perplexity, Grok, Claude, ChatGPT, Copilot, DeepSeek, Gemini, Qwen. Hammasini nomini shunchaki anaqaga yozsalaring, mayli. Google ga yozsalaring chiqib keladi hammasi. Xo'p, hozircha shular. Tomosha qilganlaringiz uchun rahmat. Agar nimadir AI masalasida, sun'iy intellekt masalasida qanaqadir savollaring bo'lsa yoki qiziqtirgan narsalar bo'lsa, kommentariyada yozadigan bo'lsalaring, o'sha narsani ochishga harakat qilamiz. Xudo xolasa, rahmat hammaga tomosha qilganlaring uchun.